Bugun Toshkent davlat tibbiyot universiteti stomatologiya kampusida akademik Perelman nomidagi xalqaro olimpiada bosqichiga saralash o'tmoqda. Mazkur saralash bosqichi kadrlarni yig'ib 3 bosqichda bo'lib o'tadi bizda olimpiadamiz. Bu ichki saralashdan o'tganlar respublikaga darajasiga chiqib, unda xalqaro talabalar ham keladi. Qozog'iston, Qirg'iziston va barcha respublikadagi shaharimizdagi barcha talabalar kelib qatnashadi. Bugungi tadbirimiz bo'yicha 5 ta yo'nalish bo'yicha olimpiada, jarrohlik bo'yicha olimpiada bo'lib ketyapti. Birinchisi tugun bog'lash. Tugun bog'lashda shaxsan o'zim qatnashib, katta natijalarni kutib, keyingi kunimiz kardiok xirurgiya bo'yicha operatsiyani davom etamiz.